Yana bir muhim yo'nalish bu tez tibbiy yordam xizmati moddiy texnik bazasini mustahkamlash. Bu borada aholiga ko'rsatilayotgan shoshilinch va tez tibbiy yordam tizimi muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida 2017-yilda ushbu tizimni jami 1200 dona zamonaviy avtotransport vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, prezidentimiz hududlardagi 370 ga yaqin mutaxassislarni chet eldagi ilg'or klinikalarda va bevosita markazlarda malakasini oshirish hamda qayta o'qitish, 100 dan ortiq chet el mutaxassislarini jalb qilgan holda hududlarda jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish, dori vositalarini cheklangan narxlarda sotish. Bosh prokuratura departamenti huzurida dori vositalarining belgilangan narxlarda sotilishini nazorat qiladigan tizim va ishonch telefoni faoliyati yo'lga qo'yilishi. Bundan keyin haftada 2 marotaba Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri sog'liqni saqlash boshqarmalari boshliqlari mahalliy televideniye orqali joylarda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida xalqqa hisobot berish tizimini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga alohida to'xtalib o'tdi. Shavkat Miromonovich mana shu o'tgan selektorda bergan topshirig'idan keyin biz ham tumanda Shavkat Miromonovich 27 ta qishloq vrachlik punktini bitta tahlil qildikda, tuman markaziga 3 kilometr, 5 kilometr yaqin bo'lgan hududlarni hammasi qisqartirib tashlayapmiz Shavkat Miromonovich. To'g'ri. Sababi 2000 ta haligi bor, aholi bor o'sha bitta QVPda. Tuman markazi poliklinikasida 22 ming ta aholi bor. U ham shu oylikni olyapti Shavkat Miromonovich 24 soat ishlab. Bu yerdagi o'tirgan kuniga 4 ta yoki 6 ta mijozni qabul qilyapti, u ham shu oylikni olyapti. Tizimni jami 1200 dona zamonaviy avtotransport vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, prezidentimiz hududlardagi 370 ga yaqin mutaxassislarni chet eldagi ilg'or klinikalarda va bevosita markazlarda malakasini oshirish hamda qayta o'qitishlar to'g'risida xalqqa hisobot berish tizimini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga alohida to'xtalib o'tdi. Shavkat Miromonovich mana shu o'tgan selektorda bergan topshirig'idan keyin biz ham tumanda Shavkat Miromonovich 27 ta qishloq vrachlik punktini bitta tahlil qildi. Yana bir muhim yo'nalish bu tez tibbiy yordam xizmati moddiy texnik bazasini mustahkamlash. Bu borada aholiga ko'rsatilayotgan shoshilinch va tez tibbiy yordam tizimi muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida 2017-yilda ushbu qiladigan tizim va ishonch telefoni faoliyati yo'lga qo'yilishi. Bundan keyin haftada 2 marotaba Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri sog'liqni saqlash boshqarmalari boshliqlari mahalliy televideniye orqali joylarda amalga oshirilayotgan ishlar 100 dan ortiq chet el mutaxassislarini jalb qilgan holda hududlarda jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish, dori vositalarini cheklangan narxlarda sotish. Bosh prokuratura departamenti huzurida dori vositalarining belgilangan narxlarda sotilishini nazorat